Assalomu alaykum. Kuzatuvchimizdan atrofik gastrit haqida qiziq savol kelgan. Atrofik gastrit necha foiz holatlarda va necha yilda rakka o'tishi mumkin deb savol beribdilar. Qisqacha atrofik gastrit haqida ma'lumot beraman. Atrofik gastrit bu oshqozon shilliq qavatini surunkali yallig'lanishi natijasida oshqozon shilliq qavati bezli hujayralarini fibrozlanib ketishi yoki ichakdan bezli hujayralar o'rniga ichak hujayralarini bilan almashinishi. Buni ichak metaplaziyasi deydi. Yoki oshqozon shilliq qavat hujayralarini tartibsiz bo'linishi, ya'ni displaziyasi kelib chiqishi natijasini shu atrofik gastrit deb aytamiz. Birinchi formada, birinchi shaklida fibrozlanish kelib chiqqanda, demak bunaqa bemorlarimizda 1,5% dan 3% gacha 10 yil ichida rak rivojlanishi mumkin. Ichak metaplaziyasi shaklida bo'lsa, 10 yil ichida demak 2,5% bemorlarda rak kelib chiqishi mumkin. Va oxirgi shakli displaziya, ya'ni hujayralarni tartibsiz bo'linishi natijasida demak 10 yil ichida 10% dan 25% gacha bemorlarda rak rivojlanishi mumkin. Shuning uchun atrofik gastriti bor bemorlarimizga hech bo'lmasa 6 oyda bir marta vrachga murojaat qilib, endoskopiya amaliyotidan o'tib, tekshiruvdan o'tish va maslahat olib turishni demak tavsiya qilamiz. Aynan atrofik gastritni to'liq davolovchi qanaqadir dori vositalari yo'q. Faqat agar o'sha surunkali yallig'lanish davolanmagan bo'lsa, uni keltirib chiqargan sabablar bartaraf qilinmasa, bu holatlarning rivojlanishi avj oladi, kuchayadi.